nima edi? 95% treyderlar qiladigan xatoni aytaman sizlarga. Har kuni trade qilish kerak deb o'ylaydi yoki har soatda yoki 24 soat shu trading sohasiga kirdi, 24 soat trade qilishim kerak deb o'ylaydi. Aslida 20 minut yoki yarim soatda 5%, 10% depozitiga nisbatan foydani ishlab qo'yadi. Bu degani har kunlik stabilniy daromaddan ishlab bo'ldi. Lekin ko'pchilik nafsonchilik qilib bozorda juda katta minusdan qilib qo'yadi. Aslida eng yaxshi foyda qiladigan treyderlar bozorda kutish. Sababi nima uchun Telegram kanalimga kamroq signal beraman? Bozorda 10 ta har kuni 10 ta bitim ochgandan ko'ra bitta yaxshi analizli bitimlaring 10 ta bitimdan ko'ra yaxshiroq foyda keladi sizlarga. Eng katta sabr bu sizlarga yaxshi profit beradi. Tradingda yutkazayotgan bo'lsangiz bu juda oddiy. Trading bozorda juda qiyinlashtirib o'rmanglar. Bozorda juda qiyin narsani o'zi yo'q. Har kuni yarim soat vaqtinglar yoki 1 soat vaqtinglar ketadi, 5%, 10% foydalarni ishlab olasizlar. Faqat risklarga amal qilsanglar, nafs ochlik qilmasanglar. Bir kun misol uchun 100% foyda qilib yordinglar, ikkinchi kun undan ham ko'proq foyda qilishni xohlaysizlar yoki yana 100% foyda qilishni xohlaysizlar. Bu degani shotlaring asta-sekinlik bilan minusga olib kelishni boshlaydi. Sizlar kapitallaringni foyda qilishdan ko'ra kapitallaring ushlab qolish tradingda juda muhim rol o'ynaydi. Kapitallaring yo'q bo'lsa ertaga psixologiya buziladi, asab qilasizlar, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim kapitallaringizni saqlab qolishga harakat qilinglar. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar, kommentariyaga plus so'zini yozib qo'yinglar. Endi boshlaydigan trading o'rtoqlar, trader o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Tekin signallar Telegram kanalida har doimgidek foydalanayotganlar bo'lsa kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qo'yasizlar.